رسول الله حبيب الله نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetinden qoğlanğan şeytanı azdırıp geçidin Allah'a sığınıp panah talab qılıman. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Bizni bütün kainatni yaratgan, bizni dünya ve ahiretlik nicatlik yolu bolgan haq dini İslam diniga hidayat qilgan qudratlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamdlar bo'lsin. Alemlerge rahmet kılıp avatilgen Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, Cenab-ı Resulullah olan birge haq dinini yetkizüş yolunda kiç gündüz harmay talmay, iş nersini aymay, cihad kılgan barlık sahabalarga. Ularning yolida izchil qiyomat kuni qadar ergishib mangan barlık mu'min, Müslüman birodarlarga Allah'ın rahmeti ve selamı olsun. Assalamu alaikum, hürmetli savaqdaşlar. Biz davamlaştırıp kelayotgan Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixi haqidagi Rahiqul Maktum namlı dersimizni davamlaştırış için biz bugün yana bu dersxonaga yig'ildik. Bugün o'qimoqchi bo'lgan darsimizning bosh temasi bu Mekke mushrik baş temisi el-muqatatul amma. Umumyüzlük bütün aloqa munosabatlarni uzish. Yani bizningki hozirgi zamondagi adabiy tilimiz bilan qilib aytgan vaqtimizda mushu Bani Hashim, Bani Muttallib cemaatlarga umumyüzlük embargo yurgizish. Bugün dersimizni mishadin boshlaymiz. Misaquz zulmi vel udvan. Yani bu zulüm, tacavuzculuk, düşmanlık ahdinaması. Saadet hiratul müşrikin iz nefadet bihimul hilu. Ve vecedu Bani Hashim ve Bani Muttallib musammimeyni ala hibzi nebiyillah sallallahu aleyhi ve sellem vel qiyami duni kainem makane fectema'u fi khayfi Bani Kinana min vadil muhassab فتحالفوا على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحهم ولا يبايعهم ولا يجالسهم ولا يخالطهم ولا يدخل بيوتهم ولا يكلمهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. Mana bu Mekke müşrikler İslami davetini to'xtatish. Cenab-ı Resulullah karşı durup Cenab-ı Resulullah'ın davet teşvikatını to'xtatish. Cenab-ı Resulullah'ın davet teşvikatına ovoz qo'shib, Resulullah iman keltirgan mu'minlarning sonini azaytish uchun qo'lidan kelganligi barliq chora-tadbirlarni qo'llangan. Endi bu chora tadbirlarning hammasi bu islomiy da'vatni to'xtatish uchun hech qanday unum bermagan, hech qanday foyda manfaati bo'lmagan endi uni to'xtatish uchun qilish tegishli chora tadbir tugab ketgan vaqtida mushriklarning tangirqash holatlari, gangirash holatlari va ishbat. Endi ular Uyan oynab, endi qo'lidan kelganligi barliq vositalarni qo'llanib, bu vositalarning hech qanday unum bermaganligi, manfaat bermaganligi, endi Bani Hashim, Bani Muttallib cemaatlariningki Allah'ın peygamberini qo'g'dash,
Allah'ın peygamberinin aldıda nim bolsun, qandaq iş yüz bersin, onun aldıda tik duruş iradesiga kelganligini Mekke müşriklar bayqatdi. Ular vadi muhassab ki Bani Kinana kabilesininki bir çedir bargayga yığılıştı, toplaştı. Ular hamda Bani Hashim, Bani Mutallibga qarshi ular bilan to'ylaşmaydigan, ular qiz vermaydigan, ularning qizini olmaydigan, ularga elim setim qilmaydigan, ulardan biznes setib olmaydigan, ularga biznes setib bermaydigan, ular bilan o'ltirib qo'pish qilmaydigan, ular bilan aralashmaslik, ularning uylariga kirmaslik, ularga so'z qilmaslik asosida ittifoq tuzdi, kelishim tuzdi. Mana ular bu Mekke müşriklariga Allah'ın peygamberini öttürüş için Cenab-ı Resulullah'ın tavşırıp vermegenge kadar muşu işlerini kılmaslık asasında ular kelishim tuzdi, ittifoq tuzdi. Ve katabu bizalike sahifatan biha uhudun ve mevaf. Ular bir betimni yazdı. Muşu arqılık, muşu gaplar bilan bir betimni yazdı. Bu betimde ahdiler ve to'xtamlar var. Allah yaqbilu min bani Hashim sulhan abada. Ve la ta'khuzuhum bihim ra'fatun hatta yusallimuhu lil qatl. Mana Bani Hashim cemaatidan mangu bir sulhi kelishimni qabul qilmaslik. Hem o Mekke müşriklarining Bani Hashim cemaatlariga bilan mehribonlik tutib qolmaslik, chaqirtish tutib qolmaslik, hattoki ular bu Muhammad alayhisalomni o'ldirishga topshirib bermaganga qadar ularga ish chaqirtish yo'q, ham ulardan kelishimlarni, sulhlarni qabul qilish yo'q bo'lgan ahdi to'xtamlar bor bir betimning o'zini yozdi. Qala Ibn Qayyim, bu haqda Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah mundaq deydi. Tarixchilar tarafidan shunday deyildi bu betimni Mansur ibn Ikramat ibn Amir ibn Hashim degan kishi yozgan desa, yana bir bo'lak tarixchilar Nazir ibn Haris yozgan deb qo'ydi. Eng to'g'risi bu betimni Bag'iz ibn Amir ibn Hashim degan kishi yozgan. Onunğa qarşı Cenab-ı Resulullah dua qildi, onun qo'li ishlama solib, qo'li palachulab qoldi. Tamma hadal misaqu va ulliqatis sahifatu fi jawfil Ka'ba. Mana bu ahdnoma tamam bo'ldi, ham bu betimning o'zi Ka'baning ichiga esib qo'yildi. Bani Hashim, Bani Mutalliblar, ularning ichidan iymon keltirgan musulmonlar, ularning ichidan iymon keltirmagan kofirlar hammasi bir yerga to'plashdi, yig'ildi. Abi Lahabdan boshqa. Ham ular Abi Talib jilg'isiga qamab qo'yildi. Mana bu deyilgan ma'lumotlarda shu payg'ambarlik avatilib 7-yili Muharram oyininki mush oq kechasi deyilgan. Ham undan boshqa oyda deyilgan degan boshqa rivoyatlar bor. Salasatu a'vam fi sha'bi Abi Talib. Abi Talib jilg'isida o'tkazilgan 3 yillik hayot. Vashtaddal hisaru va qutti'at anhumul mirat wal madda. Falam yakunil mushrikuna yatrukuna ta'aman yadkhulu Makkah wa la bay'an illa badaruhu fashtarawhu hatta balagahumul jahd waltaja'u ila akli al-awraq wal julud. Bana bu muhasir nayda qattiq bo'ldi. Ulardan bütün açlık teminatlar, bütün maddi buyumlar, bütün üzüldü. Kesip taşlandı. Müşrikler Mekke'ye kiravatkan bere taam yoki bere soda buyumlarının özünü taşlab qo'ymadi, faqat taşlab qo'ysa enin qishig'i aldirab bordi, uni setib oldi. Mana bu Bani Hashim, Bani Mutallib cematlariga, yeni mush muhasirda qolib qolgan jilg'iga, muhasirga qamalgan bu kishilarga bu qiyinchilik yetdi. Ular
g'azanglarni yeyishga, terilarni yeyishga majbur bo'ldi. Mana bu jilg'ining oqisidan bu ochliqninki mush ocharchilikning o'zidan ular xor bechora bo'lib, ularning ayollari, ularning bolalarining ovozlari jilg'ining oqisidan anglanadi. Ularga ish narsa yetkazib berilmaydi, yetkazib berilsa maxfiy holatda bo'ladi. Ular jilg'idan ehtiyojli narsalarni sotib olish uchun jilg'idan chiqolmaydi, faqat urush harom qilingan 4 oyning ichida chiqalaydi. Mana ular Makkaning sirtidan kelayotgan karvonlardan bir narsa sotib oladi. Lekin Makka ahlining o'zi Makka ahli o qamalgan kishilarga qarshi bu Makkaning sirtidan kelgan bu elim setim buyumlarının bahasını aşırı atadi. Mana ular eni seti olamaydı. Hakim ibn Hizam özünün hammachisi Hadicha radhiyallohu anhaning qishig'a bir buğdayni ko'tarib mangan bo'lishi mumkin. Hem onun oldini bir qatim Abu Jahl to'rdi. Uningga eslab oldi, uni to'sish uchun. O ikkisining orasiga Abul Buhtari degan kishi aralashdi. Mana bu Abul Buhtari Hakim ibn Hizamga özünün hammachisining qishig'a buğdayni ko'tarib olirish imkoniyatiga ega qildi. Abu Talib bu üzüdünmü bekrak Cenab-ı Resulullah'a qat endish qildi. Cenab-ı Resulullah bırak xayb yetib qolishdan endish qildi. Hem kishilar o'zininki yotalg'i joyini tutgan vaqtida Cenab-ı Resulullah'ni o'zining yotgan joyiga yetishga buyurdi. Mana buni Cenab-ı Resulullah'ni qaslab o'ttirmoqchi bo'lgan kishi ko'rib olsin dedi. Kishilar uxlab qolgan vaqtning o'zida o'zining bolalarining birisini yoki o'zining qarindoshlarining birisi yoki o'zining tog'illarining bolalarining birasini Cenab-ı Resulullah yotgan joyga yotqizib qo'ydi. Cenab-ı Resulullah'ni ularning bir qismini yotgan joylarga almashtirib qo'yib qo'ydi. Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam ve Müslümanlar bu hacı mevsim günlerinde sirtga chiqalaydi. Kishilar bilan uchrashalaydi. Hem ularni islomga da'vat qilib chaqiradi. Biz yuqorida mushu islomga da'vat berayotgan mezgillarda Abu Lahabning qilgan qilmishlarini biz yuqorida deb o'tdik. Naqlu sahifatil misaq. Endi bu Cenab-ı Resulullah'a ergashgan Müslümanlar. Ular taraftarda bulup ularni himoya qilgan kishilar şu derecede qiyinchiliklarni topdi. Şu qiyinchiliklarga bardoshlik qildi. Oxirisida endi bu ahdi bitimini cho'gish. Bu qandoq bo'lib bu endi muhosirdan bu Müslümanlar ular chiqdi. Biz bu haqda to'xtalamiz. Yani bu ahdi bitimning cho'gilishi. Merra amani ev salasat a'vam vel emru ala zalik. 2 yıl öttü. Yoki 3 yıl muşu tariqada öttü. Peygamberlikning 10. yılı Muharram ayida bu zulüm qilish, bütün aloqa munosabatni uzish yezilgan moddalara bekitilgan bu bitimnoma cho'gildi. Muhasira ichitildi. Yani shundoq bo'lishi Qurayshliklar mush ahdnomiga rozi bo'lgan, uni yoqtirmagan kishilar bor. Qurayshliklarning ichidan bu ahdnomiga rozi bo'lganlari, bu ahdnomini yoqtirmaganlari bor. Mana bu ahdnomini cho'g'ishda mush ahdnomini yoqtirmagan mushu kishilar harakat qildi. Mana birinchi bo'lib mush ahdnomini buzish ishlari bilan tug'an kishi Hisham ibn Amr, Bani Amr ibn Luay qabilasidan. Mana buningki bu Bani Hashimning o'ziga jilg'ilarda kechilikda taomni yushirin yetkazib beradi bu kishi. Mana bu kishi bu Zuhayr ibn Abi Umayyah al-Makhsumi degan qishig'i bordi.
mana bu Zuhayr'ın anısı Abdülmuttalib'nin kızı Atike idi. Dedi bu Hişam ibn Emr, ey Zuhayr, sen üzen taamlarını yeyse, solunu içse, senin tağılların sen bildiğin ahvalda duruyordu, sen bunun razı olamsa, dedi. فَقَالَ وَيْهَكَ فَمَا أَصْنَعُ وَأَنَا رَجُلُ وَاحِدٍ. Dedi ki Zuhayr vayisset sana, ben yalğız bir adam neymiş kılalayma, kanday işini kılıma. Ama Allah olan qasam, eğer ben bilen yeni bir adam bolsa, ben bu betimnin özünü çubuşqa hareket kılgan bulutum, dedi. Dedi bu Hişam ibn Emre, sen bir adamı taptın, üzerine yardımcı bir adamı taptın, dedi. Dedi Zuhayr, femen huve kim o? Dedi Zuhayr, dedi Hişam ibn Emre, ana ben. Dedi enin kız Zuhayr, ebgina reculen salife. Bizge üçüncü bir adamı izlep bak. Mana bu Hişam ibn Emre, Mut'im ibn Adi'nin qışığa bağdı. Mut'im ibn Adi'ga Beni Haşim, Beni Muttalib. Abdülmennat'ın iki oğlu, Beni Haşim, Beni Muttalib'ninki urug' tuqqandachılık münasebetlerine esletti. Ve la mehu ala muvafaqatihi li Qurayşin ala hazab zulm. Mana bu Hişam ibn Emre, bu Mut'im ibn Adi'ne, onunki muşu zulümge Qurayşliklarga qo'shilganligiga muvofiqlashganlik qarta malomat qildi. Dedi Mut'im ibn Adi, vay siz sana, men nimeme qalalayman, fakat men bir adam tutsam. Dedi Hişam ibn Emre, ikinci adamni topding, dedi. Dedi bu Mut'im ibn Adi, men huve kim o? Dedi Hişam ibn Emre, men. Dedi o üçüncü adamni izlep bak, dedi. Qala qad fa'altu. Dedi Hişam ibn Emre, men bu üçüncü adamni mi qildim, dedi. Dedi Mut'im ibn Adi, kim o, dedi. Dedi Hişam ibn Emre, Zuhayr ibn Abi Umeyye, dedi. Dedi Mut'im ibn Adi, ibgina Rabi'an. Dördüncü bir adamni izle bizge, dedi. Mana bu Hişam ibn Emre, Abil Buxtaribni Hişam'ın qışığa bağdı. Onunla Mut'im ibn Adi'ye degan sözlerinin o'qishini dedi. Dedi bu Abil Buxtaribni Hişam, hal min ahadin yu'inu ala haza. Mana muşqi yordamlashadigan bir adam bormi, dedi. Dedi Hişam ibn Emre, naam bor. Dedi Abil Buxtaribni Hişam, men huve kim o? Dedi Hişam ibn Emre, Zuhayr ibn Abi Umeyye, Mut'im ibn Adi, men sen bilen birge, dedi. Dedi Abil Buxtaribni Hişam, ebgina xamise. Bizge 5. adamni izle. Bu Hişam ibn Emre, Sem'at ibn Asvad ibn Muttalib ibn Asad'ın qışığa bağdı. Ve onunla sözledi. Onunla ulanınki, bu Beni Haşim cemaatlerinin tuqqandachılığı, ulanın onun üstüde bir hakkının bağlığını esletip öttü. Dedi Sem'at ibn Asvad, Hişam ibn Emre'ge, ve hel ala hazal emrillezi ted'uni ileyhi min ahad. Meni çaqıravatkan bu işqa bir adam bormi, dedi. Qala na'am, dedi Hişam ibn Emre, bor. Andayken onunla yardımlaşılan kişilerin ismini atab verdi. Fejtema'u indel cehun. Mana bu 5 adamның özü bu Hecun degan joyga yig'ildi. Ular betimni buzish harakati bilan turdiganligiga ahdlashdi. Dedi Zuhayr, men avval sizlarga bu ishning peshini men boshlayman. So'zlaydigan tunji kishi men bo'laman, dedi. Ular tong o'tiribdi, atisiga at deganlab ular mushu Qurayshliklarning yig'iladigan so'riniga yetib bordi. Zuhayr'ımı at deganlab yetib keldi, uning ustida birdan to'nyapti. O Beytullah'ni 7 qatim tavob qildi, ondan keyin kishilarga oldini qilib dediki, ey Makkalar, biz taomni yeymiz, kiyimlarni kiymiz. Banu Hashim cemaatları ilaq qilib tugishuvdi-da, ulardan hech narsa elib setilmaydi, hem elinmaydi. Allah bilan qasam, bu zolim bo'lgan, bu bütün aloqa munosabatni uzadigan, urug' tuqqandachlik munosabatni uzadigan bu betim ahdi nomi shitilmoqchilik men o'ltamayman, dedi. Dedi Abu Jahl o masjidning bir tarafida.
Kezzepti, yalgın ettin. Allah olan qasam bu betim işitilmaydı dedi. Dedi Zem'at ibn Esved, sen Allah olan qasam, sen yalgancı, sen kazzap. Bu betim yezilğe vaxtıda, bu betimnin yezilişine biz razı olmagan edik dedi. Qala Ebul Buhtari sadaqa Zem'a la narda ma kutiba fiha ve la nuqirru bih. Dedi Ebul Buhtari ibn Hişam, Zem'at rast etdi. Biz bu betimge yezilgan maddelerge razı olmaymiz, hem onu itiraf kılmaymiz dedi. Dedi Mutam ibn Adi, saddaq toma, bu işkini rast ettiğine, onundan başka sözlerini diyen kişinin emmesi yalgancı, kazzap dedi. Nebra'u ilallahi minha ve mimma kutiba fiha. Biz Allah Teala'ga bu betimde yazılıngan o zulüm maddelerden biz ada juda dedi. Dedi Hişam ibn Emr'ma muşnun oxuşunu dedi. Fekala Ebu Cehil dedi ki haza emrun kuduya bileylin ve tuşuhira fihi bi gayri azal makan. Mana bu iş keçilikte bektilinip boptiken, muş orundan baş orunda bu iş doğrusuda məslahat piş boptiken dedi. Ebu Talib mescidin bir tarafında oturattı. Ebu Talib ulanın kaşığa geldi. Çünkü Allah Teala öz elçisi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge bu betim ahdiname işleri doğrusuda xabar qilgan edi. Xabardor qilgan. Çoğum Allah Teala bu betimge bir tane qurtni avatganligini, bu qurtning betimde bo'lgan barliq so'ravollik ve aloqa munosabatni uzish, zulmdan iborat hamma narsalarni yap bo'lganligini, faqat Alloh azza va jalning zikri qilganligini Cenab-ı Allah öz elçisi Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge xabar qilgan. Mana Cenab-ı Resulullah muşa haqda o'zining tog'isiga xabar berdi. Mana bu Ebu Talib Qurayshliklarning qashig'i chiqib, o Qurayshliklarning o'zining qarindishining o'g'lining bunda da'vat qilganligini xabar qildi. Agar o qarindishining o'g'li Muhammad alayhisalomning yolg'onchi, kazzab bo'lsa, biz sizlar bilan uning o'ttirusini xoli qo'ydik. Agar u rostchil bo'lgan bo'lsa, bizningki bu aloqa munosabatni uzish bo'lgan bu betimning o'zidan bizga qilgan zulmdan qaytdinglar deb bu ahdlashdi. Mana dedi Makka mushriklar qad insofda, endi insofga keldi dedi. Endi bu qavmlar bilan Abu Cehil o'ttirisida bu so'zlar bo'lib o'tgandan keyin Mutam ibn Adi bu betimni buzish uchun, yetib tashlash uchun betimdan qashiq qo'yib bordi. Qutning bu betimni hammasini yap bo'lganligini, faqat Bismillahumma degan so'zni yemaganligini, ham shu betimda bo'lgan Allohning nomi yozilgan xatlarni yemaganligini topdi. Cho'qim u qurt uni yemagan edi. Summa nuqida as-sahifa va kharaja Rasulullah sallallahu alayhi ve selleme ve men ma'ahu min ash-sha'b. Mana betim cho'g'ildi, bozuldu. Allah'ın elçisi Resulullah, bu Resulullah bilan birga bo'lgan kishilar jilg'idan chiqdi. Mushriklar Cenab-ı Resulullah'ın peygamberligiga delil bo'ladigan oyat mo'jizalardan cho'ng bir mo'jizalarni ko'rdi. Lekin bu mushriklar Allah ular to'g'risidan xabar bergandigidek ve yarav ayatan yu'rizu ve yaqulu sihrun mustamir deb Sura Qamarning 2-oyatida Allah mushriklar to'g'risidan xabar berdi. Agar ular bir mo'jizani ko'rsa, ular o mo'jizadan yuz o'raydi. Deydir ular bu izchil davomlashib kelayotgan sehrgarlik deyishdi. Mana bu mo'jizadan yuz o'radi ular. Ular o'zlarining kufrligining ustiga kufrlikni ziyoda qildi. Endi bu Abi Talibning qishig'i avatilgan Qurayshliklarning eng oxirgi o'maklari haqida to'xtalamiz. Endi bu betimlarning hammasi endi kavga kelmagan 3 yil endi mushu betim bilan shunchalik zulmlarni qilgan bo'lsa-mu, yana eng oxirisida bu betim buzilib jamiyatga chiqdi. Endi bu Qurayshliklar yana Abi Talibning o'ziga
en ahirisi bir ömek elçevetti. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل على شاكلته وقريش وإن كانوا قد تركوا القطيعة لكنهم لم يزالوا عاملين على شاكلتهم من الضغط على المسلمين والصد عن سبيل الله. Cenab-ı Resulullah çılgıdan çıkıp öz şekli boyunca, öz adeti boyunca yani devamlı hizmetini ep veriverdi. Qurayshliklarmi bütün aloqa munosabatini tashlagan, aloqa munosabatini uzadigan bu algı faaliyetlerini tashlagan bo'lsa-mu, lekin ularni davomli izchil musulmonlarga besim qilish, Allohning yo'lidan to'sishdan iborat bu öz adeti boyunca hizmetini qilaverdi. Ammo Abu Talibga kelsak, bu o'zining qarindishining o'g'li Janob Rasulullohni qo'g'dab keladi. Yine davomli qo'g'daydi. Lekin Abu Talib 80 yoshdan alqagan edi. Bu bir qancha yildan buyon bo'libmi mushu jilg'iga qamalgandan boshlab oqi kelgan bu cho'ng hodislar, tat alamlar bu Abu Talibninki bu suyak muskullarini, bag'ishlarini acizlashtirayotgan va eninki ballarini acizlashtirayotgan edi. Mana bu Abu Talibning jilg'idan chiqishiga bir qancha oy bular bo'lmaylam, onunga bir kesel yepishdi, kesel qattiq chaplashdi. Shu vaqtda Makka mushriklar bu Abu Talib vafot bo'lgandan keyin Abu Talibning qarindishining o'g'li Muhammad alayhisalomga eg'ir bo'lgan bir zarba bilan kelsa, arablarning ichida bu yomon bir nomga qilib qolishdan qo'rqdi. Mana ular yana bir qatim mush Abu Talibning oldida Janob Rasululloh bilan suhbat o'tkazishni maqsad qildi. Bundan burun Janob Rasulullahga berishga rozi bo'lib boqmagan bir qism kengchilikni, bir qism ahvollarni berishni maqsad qildi. Mana ular eng oxirgi bo'lgan mush Abu Talibga avatgan o'zining eng oxirgi umidini avatish bilan turdi. Bu haqda Ibn Ishoqdan boshqa kishilar dediki, Abu Talib og'rib qolgan vaqtida, Abu Talibning kesilining ig'irligi Qurayshliklarga yetgan vaqtida Qurayshliklar o'zaro deyishdi. Hamza va Umar bu ikkisi musulmon bo'ldi. Muhammadning ishi butkul Quraysh qabilalarining ichida umumlashdi. Mana endi biz bilan bir Abu Talibning qashig'i berala. Onun qarindishining o'g'lini o'tsin. Onunga bizdan bir ahdi bersin. Alloh bilan qasam xotirjam bo'lmaymiz, onunki bizning ishimizni tatib olishdan xotirjam bo'lmaymiz. Bütün Mekke'deki Qurayshliklar içindeki, Araplar içindeki bu dini cihetdeki başlıqlar, dini cihetdeki mensep hukuklarımızda tatib olishdan xotirjam bo'lmaymiz deydi. Yeni bir lafzida فَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَمُوتَ هَذَا الشَّيْخُ فَيَكُونُ إِلَيْهِ شَيْءٌ فَتُعَيِّرُونَ بِهِ الْعَرَبُ وَيَقُولُونَ تَرَكُوهُ hatta izâ mâte ammuhu tenâveluhu. Biz endi bu Abu Talib'nin ibaret bu qeyrininki ölüp gitişidin. Andın keyin o Muhammed'ki bir narsinin buluşudun qoqimiz. Andın keyin bizni o arqılıq Araplar eyiplaydı. Deydi Araplar bu Muhammed'ki çekilmay, Muhammed'ni şu halatda erken taşlap koydu. Onun tağısı ölüp gitişigilam, onun qol tekkizdi deb, boşunda eyiplaştın biz ensiraymiz. Şunun biz Abu Talib öleştin burun, Abu Talib'nin aldıda biz bu Muhammed'in bir ahdeydi vallahi. Bir sohbet ötküzüp bakalı deb, özünün en ahirki ömeklerine evet. Ola Abu Talib'ı sözleş için Abu Talib'nin kaşığa menip bağdı. Mana ular olsunmu bu Abu Talib kavmininki en meşhur
En imtiyazlı kişiler idi. Utbat ibn Rabi'a, Şeybat ibn Rabi'a, Ebu Cehl ibn Hişam, Umeyyet ibn Halaf, Ebu Sufyan ibn Harb. Onların meşhur boğan imtiyazlı kişilerinin içinde ola 25 adam idi. Ola dedi ki, ya Ebu Talib, inneke minna haysu kad alimte ve kad hadarake ma tera ve tekhavvafna aleyke ve kad alimtellezi beynena ve beyne ibni ahik fed'uhu fehuz lehu minna ve huz lena fih liyekuffe anna ve nekuffe anhu. Bana ola dedi ki, Ebu Talib, çokum sen bizden aramızdan özün bilgenindek nayeti imtiyazga, ihtiramga ega. Sana özün körevatkan bu kesel hazır oldu. Biz sana ensiraymiz. Sen biz bilen senin kardeşinin oğlunun oturusunda boğan ahvalını bilise. O kardeşinin oğlunu çağırgan. Onun için bizden epirişki tegişlik boğan ma'lum bir ahdilerine ağın. Biz üçün mü onundan epirişki tegişlik ahdilerine ağın. O bizden üzünü tatsın. Bizni tillab haqoratlaştın, bizni ayıplaştın, bizni üzünü tatsın, biz mi onundan özümüzni tatayla. O mu bizni bizning dinimiz bilan xotirjam qo'ysin, biz mi onu onun dini bilan xotirjam qo'yib qo'yla dedi. فبعث أبو طالب فجاءه فقال يا ابن أخي هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك. Ebu Talib Cenab-ı Resulullah'ın kaşığa adım etti. Resulullah Ebu Talib'nin kaşığı geldi. Ebu Talib dedi, ya İbn-i Akh, ey kardeşinin oğlu, haulâ eşrafı kavmik, aşılar bolsa senin halkınınki en meşhur boğan, en imtiyazlık boğan kişilere. Ola endi sana ma'lum bir ahdilarni, ma'lum bir erkinlikni berish uchun hem senden ma'lum bir ahdilarni elish uchun bu sen uchun birga yig'ilib, to'plashib, ular qishimga ketdi. ثم أخبره بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. Andayken Ebu Talib bu Cenab-ı Resulullah'a mana bu Mekke müşrikleri Ebu Talib'ga degan, Ebu Talib'ning o'ziga her bir guruh yeni bir guruhga chaqilmaslik haqidagi Ebu Talib o'tirg'a qo'ygan bu takliflar bilan xabar berdi. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها الأجم. وفي لفظ أنه قال مخاطبا لأبي طالب إني أريدهم على كلمة واحد يقولونها تدين لهم بها العرب ve tuaddi ileyhim bihal acamul cezya. Depaqala, agar men sizlarga bir so'zni bersam, sizlar shu so'z bilan so'zlasanglar, sizlar o orqali arablarga podshoh bo'ldinglar. Sizlarga o so'z orqali butkul ajamlar, arablardan boshqa xalqlar sizlarga bo'ysunsa, buni nima deb qaraysizlar? Yeni bir lafzida çokum o Cenab-ı Resulullah dedi Ebu Talib'e hitap kılan halatda inni uridun. Men olanı bir kelimenin üstüge kelişine irade kılaman. Ola o kelime o sözünü deydi. Ulağı o söz arkalık bütün Araplar boysunudu. Ulağı bu söz arkalık bütün Araplardan başka halklar bu tüylem yani cezya ada kılıdı dedi. Ve fi lafzin ahar kâle. Yeni bir lafzı dedi Cenab-ı Resulullah, ey tağa, ey ammin, efela ed'uhum ila ma huve hayrun lahum. Men olanı, ulağı en yakşı boğan bir sözge çakırmayım dedi. Kâle ve ila ma ted'uhum. Ebu Talib dedi ki, ve ila ma ted'uhum.
ularni nimaga chaqirsa? Qala, dedi Janob Rasululloh, ad'uhum ila an yatakallamu bi kalimatin tadinu lahum biha al-arabu va yamlikuna biha al-ajam. Men ularni bir so'zni so'zlashga chaqiraman. Ularga u so'z orqali arablar bo'ysunadi. Ular u so'z orqali arablar ajamlarga podshoh bo'ladi. Men shunga chaqiraman. Mana İbn Ishoqning rivoyatining lafzi bundoq. Kalimatan wahid. Ta'tunaha tamlikuna biha al-araba va tadinu lakum biha al-ajam. Deb ma lafzi bilan kelgan. Bir kelimani birisizlar, o kelimani menga birisizlar. Shu bir kelimani bir so'zni deydiganlik ahdisini menga birisizlar. Sizlar o orqali arablarga podshoh bo'lasizlar. Sizlarga o so'z orqali ajamlar bo'ysunadi dedi. Falamma qala hazihi al-maqalata tawaqqafu wa tahayyaru wa lam ya'rifu kayfa yarfizuna هذه الكلمة الواحدة النافعة إلى هذه الغاية والحد. Ola bu sözünü Resulullah diye vaxtıda ola bunda bu derecedeki bu gayedeki menfaatlik boğan bu bir tane sözünü qandaq rad qilishni bilmedi, tangirqab to'xtabli qaldi. ثم قال أبو جهل ما هي؟ Andikin dedi Abu Cehil, bu biz demekçi olan, biz o sözünü desek Araplarga podshoh olup, ajamlar bizga bo'ysunadigan o söz qaysi söz? Mana seninki boboң, sening dadalaring turibdi. Biz sana o bir sözni, onun o'xshash 10 nachilgan so'zlarni beramiz. قال تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. Dedi Cenab-ı Resulullah, deysizsizlar, la ilahe illallah deysizlar. Kainat içinde Allah'tan başka ibadet kılınadigan hiç qandaq bir ilahi kuş yok. Yine Allah'tan başka sizlar ibadet kılavatkan barlık putlardan, barlık heykellerinin özüdün bütün ada juda bulursalar, onundan kol üzüsüler. Mana muşu sözün deysizler dedi. Fesafaqu bi eydihim. Ular özlerinin kolları bilen çavak gelişip dedi ki, eturidu ya Muhammed en tec'alel alihete ilahe vahida inne emrekel acibun. Ey Muhammed, sen burmunca ilahlının özünü bir ilah kılmakçı mı? Bu senin işin acayip bir galite, hayran kaldığın bir iş ya işte. Sümme kâle ba'duhum li ba'din. Ola özara mundak deyişti. İnnehu vallahi ma hazar racul bimu'tikum şey'en mimma turidun. فانطلقوا ومضوا على دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينهم ثم تفرقوا. Ular özara deyişdi ki Allah olan qasam, bu adam sizlarga sizlar kutgan, sizlar maqsad qilgan bir narsani birdigandek emas, o demaydi. Sizlar ma'lummi? O'zingning ota boboңlarning aqida qilib kelayotgan, tutib kelayotgan shu dini ustida izchil davomlashinglar. Allah sizlar bilan uning o'rtasida Allah hukm qilganga qadar ota boboңning dini ustida izchil davomlashib mangayveringlar. Dedi, andikin bular bu joydan sorundan taqilib ketdi. Ve fi haulai nazala qavluhu ta'ala Sad vel Qur'ani zikr. Mana mushlar haqida Allah Ta'ala'nın ma'u ayeti tushdi. Surning 5. Sad vel Qur'ani zikr. Sad mana bu parç harflarning qatoridan bo'lib, buning ma'nosiga Allah o'zi olimdir. Mana bu şan şərəfki ega olğan, qadr qimmatga ega olğan, mana bu ulug' muqaddas Qur'oni Karim bilan qasam qilib aytamizki, mana bu Qur'on haqdir. Kafir bo'lgan kishilar bu nayt takabburlik, hakavurlik ichida ham
bu payg'ambar bilan qarshilashish maydonida turibdi. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Biz ulardan ilgari öz payg'ambarlarga kafir bo'lganlik sababidan biz nurg'unlagan kishilarni iloq qilgan edik. Mana ular azobni ko'rgan vaqtimizda vaqirishib to'lashdi. Endi bu qechib qutulg'ili bo'ladigan, ham bu azobdan qaşqılı bulunduğun vaqt emas. Hem qaçıdığan joy yo'q. Ve acibu en ja'ahum munzirun minhum ve qala'l kafiruna haza sahirun kazzab. Ola özlerining orsidan bir agahlandırğıcı bir peygamberning kelganligidan hayron qolishib kafir bo'lganlar dediki haza sahirun kazzab. Mana bu yalğancı, kazzab, sahir deyishdi. Eca'alal alihata ilaha vahida inna hada la shay'un ajab. Mana bu birmuncha ilahlarni bir ilah qilmoqchimikan? Inna hada la shay'un ajab. Mana bu birmuncha ilahlarni bir ilah qilish bu albatta hayron qoladigan va qiziqarli, g'alati bo'lgan bir ishdir deyishdi. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Mana ularning ichidan bir top kishilar mengib shunda deyishdiki, "Emshu, menginglar, sizlarning ilohlaringlarga ibodat qilishda ching turinglar. Cho'qim bu ilohlaringlarga ibodat qilish ching turish, mana bu bizdan iroda qilingan bir narsadir. Bu bizden irade kılınan bir narsa. Yani Muhammed bizden bu ilahları ibadet kılıştın ayrılıp şu bir ilahının özüge ibadet kılışını maksat kılıvatudu bu. Biz muş ilahlarımızga ibadet kılışı çın turuş bu irade kılınan bir narsa mana muş. Ondaqda sil ilahlarına ibadet kılışta çın turanglar. Ma sami'na bihaza fil millatil ahireh. Mana birmuncha ilahlarni bir ilah qilish, bir ilahga ibodat qilish bu ishlarini boshqa dinda, ya'ni shu davrning o'zida aviji olgan Nasaralarning dinida, biz Yahudlarning dinida bunday ahvolni anglab boqmagan edik. Ina haza illa ixtilaq. Mana bu Muhammadning bir ilahga ibodat qilish aqidasini o'ttirib qo'yishi bu faqat to'qilmadan boshqa narsa emas. Bu Muhammad o'zi to'qib chiqqan bir narsa deyishdi. Bizning bugungi darsimiz inshaalloh oyoqlashadi. Alloh xolisa inshaalloh ertaga degan saharda yana bu darsimizni davomlashtirish uchun bu darsxonada inshaalloh hozir bo'lamiz. Allah hammamizni mushu darsdan foydalanishga, Allah hammamizga Cenab-ı Resulullah'ın hayat faaliyetine örnek kılıp manışka Allah muvaffak kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.